Şunda qadıqalan çıqırdıgan hazır pesil çoxum itip içidan suyu qaçsın ben hep geldim tıqtılan videoda bolsun. Keterlik materiallar bolsa qo'y go'shti avval qozon may qo'yib may qizgandan keyin go'shtni sevamiz. Go'shtni o'xshashlarmish tuz bilan go'shtni chin qo'riymiz. Keterlik saylar bo'lsa qizil laza, ko'k laza, yongyu, mogu, samsak, sinjang, songpiyaz. Hozir ko'k burchaq sevetimiz. Morini azat chilab qo'ydim. Yana to'jo, shangchay mush saylarni mush video o'shalatda to'g'rasanlar bo'ldi. Mushlar saylar qilib suqay esam shunda ichish bo'ldi qizlar. Hozir urug'latgan qizlarni ichish shunda mos keldi. Saylarni mush video o'sha to'g'rasanlar bo'ldi. Endi go'sht shundoq qattiq pishgandan keyin endi qo'yamiz torab qo'yib qo'ygan so'ng piyoz sinjalan silib mizi puratus qo'rolmiz endi tetiq qo'yib olamiz mendan shekin tetiq bo'lsa cho'ng'istamni suyqaysiz qo'ysi bu suyqashdan ta'min tanishmaydim degan qizlar cho'qim iste'mol qilib qo'yganlar mendan cho'chorimiz yetasanlar bo'ldi bundan bir qap sevitimiz bo'ldi hech qanday teoriya solmaymiz bu teoriyalarni shundoq payzdan bo'lib ketdi endi pandurni tayyorlashtirib qo'ygandan keyin suv qo'yib olamiz buni suyini 10 minutdan 15 minut atrofda qaynatib olamiz angacha yana biz to'g'rab bulamagan şeylerimizni to'g'rilsak bo'ldi. Kunda mushta yenglik bo'lgan taomlarni yo'lab boratmay, qizlar uy tushmandan bo'lsin, qo'l astildan bo'lsin, pelinchiga har qanday kunlarni altiraqni yo'lab qo'yinglar. Endi suv qaynab bo'lgandan keyin, shu biz tayyorlab olgan şeylarni bir-biriga savolamiz. Bu şeyning pishish vaqtini pek uzun qilatmaymiz. Endi xamirimizni inchga nipis qilib, uzib tayyor qilsak bo'ldi. Ko'k burchaq pek pishdi, shunga pek uzun qaynatib etmaymiz. Mush xamirni pishadigan silib bir 3-4 minut qaynatsak bo'ldi. Endi shansa bilan samsak, ko'k laza qizlarni silib aralashtirib iste'mol qilsak bo'ldi. Amsa kelaysan ko'rishaylik qizlar, xayr xo'sh.